dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Daryo toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Bek bolasi baribir bek bo'ladida, bek bolasi baribir bek bo'ladida. Orislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Orislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Bolam mendan baxtli bo'lsin deydi bu el. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Ilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston. Mana bugun savodxonlik bayrami. 4 oy o'qib, hamma harflarni o'rganib, savodxon bo'lib, harflarni bilib oldik. Endi sizlar keyingi o'qishlarimizda yanada a'lo baholarga o'qishlarimiz kerak. A'lo baholarga o'qisangiz, hammangiz katta bo'lganda olim, olima, shifokor, o'qituvchi, g'oyali bo'lish istaklaringiz hammasi yaxshi o'qisangiz ro'yobga chiqadi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Yaxshi, a'lo baholarga o'qishga harakat qilamiz. Ochib dedi yo'l seniki, yillar senga hadya bo'lsin. Yil seniki, yillar senga hadya bo'lsin. Yil seniki. Topib berdi har orzuning chorasini. Baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Topib berdi har orzuning chorasini. Baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Orislari ikki daryo orasini, qaddim ko'ring O'zbekiston bolasini. Ilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Topib berdi har orzuning chorasini. Baxtim ko'ring O'zbekiston
aziz ustozlar, mana bugun 1-A sinfimizni savodxonlik bayramini boshlash uchun o'quvchilarimizni taklif qilamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana bugun 1-A sinfimizning savodxonlik bayrami shu tadbirimizni ochib berish uchun maktabimiz direktori Darmaqul Fayzullayevni beramiz. Sizgadir yurakdan aslagan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim, dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, aziz bolajonlar. Mana bugun bizani jajji shirintoy bolajonlarimiz alifbiy kitobini o'qib, o'rganib, savod chiqarib, yozishni, chizishni, she'r aytishni, topishmoq aytishni o'rganib, bugun ham ota-ona ham ustozlar oldida o'zi o'rgangan narsalarini namoyish qilish uchun hayajon bilan saf tortib turibdilar. Bu savodxonlik bayrami Yangi yil bayrami bilan birgalikda kelayotgani nur ustiga a'lo nur bo'lib qalblarimizni quvontirmoqda. Sizlarni hammangizni, mana shu farzandlaringizni, nevaralaringizni shuning bugun bu yerda saf tortib turishinda 4 oy davomida o'qib, o'rganib, erta turib, maktab formasida, ozoda, orasida kelishida, uy topshiriqlarini bajarishda, boshqa vazifalarni bajarishda sizlarni sidqidildan qilayotgan sa'y-harakatlaringiz bugun o'z natijasini bermoqda. Sizlarning bayramingiz bugungi bayram, aziz bolajonlarni, sizlarni hammangizni bugungi savodxonlik bayrami bilan muborakbod qilaman. Qolaversa, prezidentimiz tomonidan bu yilgi yilimizni bir ajoyib yil deb nomlanganligi, mahallalarni rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili deyilganligi hamda maktablar uchun kasbiy rivojlanish yili deb e'lon qilinganligini men bugun faxr bilan ayta olaman. Bugun hech bir farzandingizga prezidentimiz bee'tibor emas. Har bir farzandini o'z farzandidek bilib, kelajakda yuqori natijalarga chiqib, o'z o'rnini topib, xalqaro jarayonlarda o'zlarini nufuzini ega bo'lish uchun harakat qilmoqda. Shunday ekan, shu prezidentimizni bergan prezident sovg'alariga sodiq qolgan holda bugungi maktablarda yaratilayotgan sharoitlarga labbay deb javob bergan holda, yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda bugungi bu o'quvchilarimiz ertaga hokim, ertaga prokuror, ertaga militsiya xodimi, ertaga rahbar, ertaga elchi, ertaga diplomat hisoblanadi. Shuning uchun bugun yana rivojlanayotgan davlatimizni, kelajagi bo'lgan yoshlarimizni bundan keyin ham o'qib, o'rganib, yuqori natijalarga chiqishida sizlardan e'tiborlaringizni pasaytirmasdan bugungi kundagidek jon jahdingiz bilan harakat qilib, ularni izidan harakatlarni rag'batlantirib borsangizlar, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Bugungi bayram barcha bayramingizga muborak bo'lsin. Aziz bolajonlar, sizlarni bugungi ilk yutuqingiz bilan tabriklayman. İlk dovondan oshganingiz bilan tabriklayman. Mana shu bugungi savodxonlik bayramidan keyin sizlar yana bir yoshga ulg'ayasiz. Yangi yilda yana bir yoshga ulg'ayasiz. Hamda sizlarni orzularingiz ham katta-katta bo'lsin. Jamiyatda eng
ajoyib insonlar bo'lib, maktabning eng a'lochi sinfi bo'lishlaringizni tilab, bugungi bayram tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bolajonlarimiz salom she'rlarni aytishadi. Salom sizga yurak ko'zidan jannat, suyak qolgan yoshlar ko'zim suyak qoldi. Oy seni suyak qoldi. Sözünüz başı yalan, iş başıdır intizam. Mehmanlarga chindirdan diniz salam. Assalom. Uzun tilla allalar, oq yuk, oq taraf. Ushtirdingiz erkalar, onajonlar. Assalom. Alif bo'lib o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlarday so'zlaydi. Bilagi zo'r bir niqar, bilimi zo'r ming niqar. Boshlab alif bo'ling deb doim a'lo. O'ldirman, unutmang bo'ling deb doim darom. Bolalarga bosh bo'lar, sizlarga sirdosh bo'lar. Maqtanlarni botinni yozganda yo'ldoshdir. Tuman davada doim dono bo'ling iloyim. Nutqda davom dushot do'stlik hamsadam do'st. Yerdivan yerek turib, tasyoq bo'ling turib. Erkanmaydi, yetmagan aka sizlar chinaycha. Tuman men o'zim faxrdan qalbi so'zim. Hamida Muhot Farhod mendan bo'laman faqat. Sizga quloq tutingiz, so'zlarga o'tdingiz, guruchlarga qo'linga gilam tashayyurimga. Hamon hayron bo'lganlar, yo'lni to'sib turganlar, har zarek bor oldimda, hamon yo'qning yo'limda. J harfini bilasiz, nega jahl qilasiz? Jamila Jasur Javlon, Jujali Quduchdan. İyi harfini bilingiz, tüket yürü bilingiz, yürüler ve
Sizden kapsol yollarınız kette olacağınız getireceğiniz gerek olsa da Sizden lale yazarınız, mimaz inan yazarınız, latife leyla ve tavfet, lakat gideceğini muhtafet. Neden yazılar mette, benim dostumdur kitap, Murat Nasır Muhtever, Medine ve Etur yazar. Ne harflerleriniz, nasılsınız, nazırınız, tamamını açınız. Ay, yokşarı kesmede gezerse, ağır kalın hazırda, astronomi oldu sağlayasın. Bizden kayıp yeteriniz, kayıplar yaşlarınız, çıkan karlar uçadır, öğren kalıyorsunuz. Kısa harflere biliniz, sizde baş dertleringiz, polar harfe boygize, tahta deringiz sozer. Ay kıbrıya ısrar keramiz, yetim sudur yollar, rozara toplumlarda, doğru akıllı bolar. Sevmez saatçe bakın söz bilmezsin çakmış sabır seyler sıraya sözler edekle kaçtı. Sen bizim anamız hadi Kremen tanıp alırsın tümeriz bir yazırsın Taşkent ana şehrimdir T harfini yazgımdır. Ben Cem Kışlar'da sizge tanışmama üzüm ümmet ümide sözlerini yazarım. Men butundan bulutsuz börek sözün yazız. Vesile oğukları yazım kirkenine gelir. Katkı diyorlar beni yazgım takta kahtana horozhana holarha men bilan bo'ladigan. Men balki bulursiz yo tanimay qolursiz yo'lchi yo'ldosh yoqutdek mendan boshqa yozursiz. Zodaylar otimni bilasizmi zotimni Zuhra Zahra Zokirjon mendan boshlanar chinoq. O deydilar har zamon o'tar o'toq bo'laman o'zbek statusi faxr bilan yozaman. H harfini tanirsiz g'ayrat bilan o'qirsiz. G'ani g'ulom g'ofirni g'amini yo'qitirsiz. Sh harfini bilandi shoshib keladi shoshib sasatsanmanni shakllikka olasiz. Cho'mish choynak va chelak ichidan boshlanar qarang e'tibor berib ko'ring belgida Xizr ko'rak. Dengizu daryodaman davlatda dunyodaman deyman shirin so'z bo'ling doim ahil do'st bo'ling. Boshqa ikki harf ishlar bitta tovush uchun n va ining juftligi ko'rsatar timoq kuchi. Qaytar qayiq yasaydi Tupoy yoldan uning sevgilini Rano ayoldir yoshi bola bo'ladi. Mana sizlar bildingiz, bolalar bizni bilan birgalikli vaqt kelar. Bizni deylar alifbo, 30 harf erurjo bolalarga do'st bo'ldik, yayrab o'ynadik, kuldik. Oldimizda saf toshdi askarlarda harflar barchamizga qo'shiqlarni berib o'tishdi. Ha osmon dengiz ko'llaring olti yering ulug'dir, gulsha yering qillaring gullolaga to'liqdir. Alif bola harflari buzilgandek ozodlar bizlardan huzurga tushib Onajonlar, endi alifbeni chaqiramiz. Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman. Dilingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham alosiz. O'qish yozishni bilgan, aqlingiz ham rasosiz. Endi boray dam olay, sizga baxt, omad tilay. Oningiz charxlash uchun o'qish kitobni chorlang. O'qishni seving mendek, chin yurakdan o'qingiz. Hikoya ertaklarni mag'zin chaqib o'qingiz. Xayr bolalar. Salom yangi do'stlarim, erka qora ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qib o'qish deydilar. Mendagi
mavzuni mag'zin chaqish deydilar. Meni asta varaqlab, mazza qilib o'qursiz. Ibrat olib so'zimdan xalqimizga yoqursiz. O'qing meni ardoqlab, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim berib sizlarga yoningizda bo'laman. Qani bolajonlar nimalarni o'rgandingiz? Qani bolajonlar, yana nimalarni o'rgandinglar? Kitap xazina bilan kitob bilan o'quvchining o'rgani. Suv soya oqar, do'st do'stga qoqar. Baxtamoz bo'lamiz. Mehnatning yayrog'i. Kitob xazina bilan qalamdan malak bilan ish hamisha ish. Qo'raqdan qal, qalbdan qo'raq. Sen o'zingni maqtama, seni birov maqtasin. 70 kishiga muhimmas. Yettinchi bitta qani g'ildirakda g'ildirakda. Avval o'yla, keyin so'yla. Barakalla bolajonlar. Endi ona tilini chaqiramiz davramizga. Men ona tilimman, elim dono tilimman. Onalar sof vijdonli, otajonlar tilimdan. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab. Ona tili sehri, ardoqlab, sevib yo'qlab. Tilimiz xazinasin, sizga asta ochgum bor. Ona tili sehrini marjon kabi sochgum bor. Mening jonimdir, tilamdagi qonimdir, xalqni sevish aqlimdir, xalqim mening baxtimdir. Sen bizning onamiz hadya senga jondir. Qo'rqoqdingiz yo'llaring, olti yirik o'qi, o'sha yirik qizlaring kun bolaga. Mening tillari rassom, o'zing yo'limda bo'ston vaqtama qamisa, jonim mening yo'tarim. Farzand digarjan fidosini tinchimas aslo. Bandar salomat bo'ling, ota-onam. Bilimlar mamlakatimiz maydon aylagan bizda ta'zimu rahmat deymiz sizday aziz ustozga. Qo'limizda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bizni doim bezaydi go'zal xulq, yaxshi odob. Bizlar maktab qo'ynida o'qib olamiz, kelajak qo'ynida o'qib olamiz. Barakalla bolajonlar. Endi qizlarimizni Asal qizim raqsiga taklif qilamiz. Thank you.
Shoirimiz bo'lgan Erkin Vohidovning Vatanimiz haqidagi O'zbegim she'rini Eldobekdan eshitamiz. Hangarming asrlar ichra pinhon o'zbegim, senga tengdoshqamirum, oqsoch yashlar o'zbegim, söylesin Afrosyobu, söylesin Arhun xati, ruhmetalik sadosida bitta marjon o'zbegim, al-Biruni, al-Xorazmi, al-Furat avlodidan asl-nasli balki uzluq, balki Tarxon o'zbegim, Turdiyu Mirzo Ulug'bek, Go'rg'oni jadvalan, suv osmon to'qiga ip qo'ydi narvon o'zbegim, qayg'a bormay boshladi o'pir, shuhratdan qadrim buyuk, olam uzra nomi ketgan O'zbekiston o'zbegim. Ana endi fanlarimizni shohi bo'lgan matematikani davramizga taklif qilamiz. Matematika o'zim, quyoshdan issiq yuzim, raqamlardan boshlanib, tinglasangiz gar so'zim, 10 raqami jon menda, kerakdirman har yerda, aqlingizni sharhlayman, har misol, har amalda, 21-asr, kibernetga asri, bilimdon donlarga ochiqdir bilim qasri. Men sizga do'st bo'laman, hamnam ham do'st bo'laman. Bitta raqamlarni tanitib, to'g'ri amalni bilaman. Diqqat qiling, nomunday o'g'ilni agafot, yolg'iz tursan yo'qlarni, sherik bo'lsam yo'qlarni, yozilishi qiynmas, pulni varaqsiz qilmas. Degan sanash uchun osonman, bitta yak, bitta bosh, bitta yarishga ham o'ng'ayman, qoziqchaga o'xshaydi. Ikki degan nomim bor, ikki birdan yettayin, ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki quloq, nimaga o'xshayman, qo'sh qizil ko'ziga oqqo'sh. Uchta nom, uch birlashgan nom, uchga jamlanganni, rad o'rniga xardishga. Men to'stagan raqamman, ikkidan jamman, bo'lsa ikki juft o'rtoq, to'rtta ulfat o'shacha, yozishni mashg'ul bitsa, bir oyog'i narvoncha. Besh degulik nomim bor, raqamlar ichra ilg'or, bir qo'zsa anchaman, qo'ldagi 5 panjaman, yaxshi tirish yozmoqqa, sal o'xshayman qarmoqqa. Besh degulik nomim bor, raqamlar ichra ilg'or, bir qo'zsa anchaman, qo'ldagi 5 panjaman, yaxshi tirish yozmoqqa, sal o'xshayman qarmoqqa. Beşten keyin xotiman, ya amyaning xotiman, 2-3ni o'zsang bas, hech qachon esdan chiqmas. Yozishni yozim bilmoq, jo'rodiy qilib bilmoq. Mening nomim endi demaymanmizda, ortidan bitta ko'p bor, yetti yulduz bor, ko'pman, sizgada kichik o'roq, menga bog'lanaman. Nima demaysanki, sizga Endi Shohjahondan Vatan haqidagi she'rni eshitamiz. Ustozlar. Mashhur bo'laman desang, obro' topaman desang, odam bo'laman desang, ustozingdan ol, qo'lingga qalam tutgan, sevgan narsa haq qilgan, ta'riflarga bergan,
ingliz tili kitobimizni taklif qilamiz. Hazır ata-onalarımızla kichkina o'yinimiz bor. Ota-onalar, haftacha ota-onalardan 5-6 qismini taklif qilamiz. Sovg'amiz ham bor. Marhamatlarimizga. 5-6 bo'ladi. Marhamat. Sizda qancha pul qoldi?
Yok, bir de yazılan hesaplandı. Saklaptırın. Dileklerden var Japan dünya maksadı olan gerekli yerleri rahmet. Elif bir bayramda etken şiiringizni ayting. Qaysi qanaqasiz Elif bayramda? Elif bir bayramda. Şeyimiz. Asıl şeyse durur. Şeyimiz Elif bayramda şeyimiz. Elif bu quyoshi. Elif bu quyoshi. Harflarga karvon boshi Akmal Aziz Ali adam boshlandi. O'zbekiston davlat bayrog'imiz qachon qabul qilingan? 1992-yil 18-noyabrda. Bilganlar bir. Yo'q, yangi yillarni bizga beramiz. O'g'limiz sahnaga Endi dadamizga 4 ta otadan taqamiz. Nozimaning onasi, Shavvozniki, Shodiyaniki, Sarvinoz. Sabinaning onasi. Marhamat davraga. Sizlarga kichkina o'yinimiz bor. Endi farzandlaringiz yozgan xati bor, qalbog'a. Shundan yozuvni farzandlaringiz topdilasizlar ekan. Qani topamiz. Yazılar. Allah korumayın. Kirurgi de bu. Kızardı, fotoğraflarınızı hazır. Şöyle bağladım. Allah şöyle de dayanıyor. Şöyle. Şimdi tapmamızda arkasına karamlar. Kütübü tünçü. Hiç kayısı da olmuyor, hiç kayısı da olmuyor. Rakamlar koyduk. 400 may. Altı olan. İkilerini tuttular ustaz. Bir kamera geldi. Bunda var, almaşanlısı şu an şu olan şu oldu. Yani inşallah satılmadılar. Nazlı'ya nasıl kapalım? Şabbaz'ın anası taptı. Sabira Sabira'yken yaşlılarıyken boşandı. Sizden kapalmadınız. Evet, anlaşmadıysa. Sizden Gelene yazılı görmedik ya. Analar taptı.
Now the jingle all has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle bells chime, jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Square. In the frosty air, the bright side, it's the bright side. Rock and roll. Jingle bell time, it's the swell time. Go ride in a one-horse sleigh. Bolalarimiz ota-onam qo'shiqlagan qo'shig'ini aytishadi. Aytib o'tirar sen ham. Ha? Ya endi ikkinchi o'z boshlanish etdi. Osmondan yog'ar parcha, yasadik go'zal archa. Kirib kelar Qorbobo, quvonar bugun barcha. Qorboboni chaqiramizmi?
Aziz bolajonlar. Alaykum assalom. Men bu yerga sizlarni bu yilgi bayram bilan tabriklash uchun uzoq o'lkalardan, qorli o'rmonlardan kezib keldim va o'zim bilan juda ham ko'p sovg'a-salomlar ham olib keldim. Xo'sh, menga chiqishlaringizni ko'rsatasizlarmi? Qani boshlaning. Yangi orzu, yangi shon, tilaklari bir jahon, dunyo bo'lsin deb omon tushib kelgan yangi yil. Chanchajon, yopiyoq yangi narsa, otiyofinda haylanib, o'z aytamiz barcha. Yangi yilga tilayim, baxtga to'lsa yuragim, otam, onam sog' bo'lsin, uyimiz nurga to'lsin. Yangi yil ham kelmoqda, quvonch ila kutamiz. Turli tuman sovg'alarda yaqinlarni shod etamiz. Bir chetda aytsanlar. Oppoq qorlar yog'adi bizga juda, oppoq qorlar yog'adi aziz vaqtlarimiz, sehrli yangi yil bizga dunyo. Yangi yilda niyatlarimiz a'lo bo'lsin, baholarimiz tinch bo'lsin, yurtimiz toza bo'lsin, havolarimiz. Bag'da to'la quvonch baxt, mangu tinchlik qilib ahd. Yigitday g'ayratu shahid to'lib kelgan yangi. Osmonda yog'ar parcha, yafati ko'mir archa, yangi kelgan kunalik bugun barcha. Qo'l ushlashib barchamiz katta davra quramiz. Kelahol yangi yil seni yaxshi ko'ramiz. Kirib keldi qorbobo, sovg'alarga boy bobo, yonida qor qizi bor, yordamga doim tayyor. Bolalar qo'l ushlashib katta davra qurishdik. Qorbobo sovg'a berib ko'ngillarni ushladik. Yangi yangi shahr tilaklari bir jahon, dunyo bo'lsin deb omon tilab kelgan yangi yil. Dadadashlar sizga shunaqo qilib keldik. Ko'zimizni ko'rib, sovg'alarni ko'rib. Kapı marşer, margıcıda oppoq qor, ayoldan taqoqlaydi, ustaqlarda. Eski yilni kuzatdik, dasturxonni bezadik. Yangi yilni hammamiz kulib kutib olamiz. Qo'l ushlashib o'ynaylik, bayramgalik. Eski yo'lni kuzatib, yangi yilni kutaylik. Tashqarida qor kuchaydi, qorbobo qorqiz bilan yetib keldi chanaga. She'rlar aytdi qorbobo qorqiz hamda archaga, sovg'alarni ulashdi fursat toppacha. Issiq kiyim kiyamiz, qorni juda sevamiz, chanada biz uchamiz, yangi yilni quchamiz. Sovuq tushda qish keldi, issiq kiyim kiyaylik, do'stlar bilan birlashib qorda o'ynab kulaylik. Qorni yumaloq qilib o'tamiz, bir birimizga qor uramiz, bu musiqa barchamizga. Yangi orzu, yangi shon, tilaklari bir jahon, dunyo bo'lsin deb omon kulib kelgan yangi yil. Oppoq qorlar yog'adi, yangi yil yoqadi, bolalar xursand bo'lib qor o'ynashga chopadi. Qorbobo kelib qopida sovg'alarni she'r aytib berganlar qadar xursand bo'lib. Issiq kiyim kiyamiz, qorni juda sevamiz, chanada biz uchamiz, yangi yilni quchamiz. Qish boboning uyida aziz mehmon ko'rgansan, bugun uning to'yida ayniqsa soz ko'klamsan. Barakalla bolajonlar, bu she'ringiz menga juda ham yoqdi. Meni ham sizlarga sovg'alarim bor.
Mana o'quvchilarimiz Aliflik kitobini tugatdi. Ustozimiz tomonidan savodxon bo'ldim, diplomi bilan taqdirlanadilar. Abdullayev Hasanboy o'quvchimizni taqdirlaymiz. Keling, nazarimiz. Qani? Abdullayev Hasanboy. Keling, Hasanboy. Abdullayev Hasanboy. Hasanboy. Abdurahmon Azizbek. Tabriklaymiz. Adambayev Shohruxbek. Alisherov Shohbozbek. Amirbayev Bekzodbek. Amirbayev Tabriklayman. Vafotli Nasibek. Bekturdiyev Danyorbek. Bekturdiyev Malika. Buvabayev Lazizbek. G'aniyeva Gulshadaxon. G'aniyeva Nafosat. Jamoljon Jalilbek. Ko'pakboyeva Zubaydaxon. Rajabboyeva Baxtigul. Rustamova Muqaddas. Sabirboyeva Shotiyaxon. Sabirova Sabinaxon. To'laboyeva Sabinaxon. Hajiyeva Sohibaxon. Hajiyeva Sohiba. Saidov Eldarbek. Yo'ldashbayev Baxtibek. Yavbasarova Zuhraxon. Zuhraxon. Zaripov Nodirbek. Sharifboyeva Nozima. Ro'zimboyev Azizbek. Ro'zimboyev Azizbek. Hamma o'quvchilarni diplomlari bilan tabriklaymiz. Kelgusi o'qishlarida omad tilab qolamiz.
Terk etmesin yüreğim aşığım. Bugün sanırız yarım sözlerle. Söz yersiz dostum azizim dostum. Aziz samimi fayzlar olursun bana. Terk etmesin yüreğim aşığım. Terk etmesin yüreğim aşığım. Yeni yıllarda gelip gelirler. Yollarda bayramcı nasıl varlar. Gözünde aynalar yürekteki sus. Güzel bezek oladı tamamen. Güzel bezek oladı tamamen. Geldiğin konuda gelip gelirler. Rüyalardan ayrılmaz varlar. Gözünde aynalar yürekteki sus. Aziz bolajonlar, endi sizlar bilan xayrlashamiz. Kelasi yilga esa omad, o'qishlaringizga rivoj tilayman. Xayr ko'rishguncha. Güzel bezek oladı Yani bolajonlar, bu yıl 2026-yil qaysi yil ekan? Nima deb nomlaymiz? Buncha nomi nima edi? Qattiqroq aytamiz. Qo'li ochiq, mehribon, har so'zining sehri bor. Shirin so'zlari ila farishtalar mehribon onalarimizdan bugungi tadbirimiz haqida fikrlarni eshitsak. Maryam opamiz so'z beramiz. Söz vergen. Ama ustalarını, şu balaga terim terbiye veren olan ustalarını, şu farzandlarını tamamını görsün. Ela okşar getirinler, mektepler getirinler, ela okun. Adayınızda bir namunalı kızlar, namunalı farzand olurlar. Öterimizde hizmet kılacağım farzand olurlar. Ama ustalarını, şu oğul kızlarımızı sürekli yıllar tebriklemek, hemmeden olmaz. Bak, ol girsin. Rahmet. Qatnashchilarimiz bugun farzandlarimizning xavf-xavf bayramida o'tirganimiz farzandlarimizni vaqt kamolini ko'rib ota-onalar o'qimishli, bilimli, aqlli, hushli bolalar, yigitlar, qizlar bo'lib yetishsin Xudoyim. Shu bularni o'qitgan o'quvchilarga ming rahmat Xudoyim. Kasbimdan baraka topsinlar. Shu bolalarimizni Xudoyim yaxshi tarbiyalab, ular ota-onalarga rahmatini olamiz. Chaqirgan yangi yil bilan hammangizni tabriklayman. Shunday yangi yillardan ko'plarni ko'z ko'zigacha chaqirib sizga hammaga bersin. Rahmat. Gülçin raporlarınız. Rahmat aytaman. Sağ olsunlar, Xudoyim Allah'ına kadar ko'rsinlar. Mana shu yoshlarga sog'lik tilayman. O'qishlar bilan muvaffaqiyat tilayman. Haqqasida umr tasmin egasi bo'lsin deb tilayman. Sog' bo'lsin, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Saylanmaslarga katta rahmat. Shu bolalarni tarbiyalab, yaxshi o'rgatganlaringiz hammangizga katta rahmat. Kirkilayotgan yangi yillaringiz bilan tabriklayman. Mana shu bolalarni savodxonlik bayramida o'tirgan ekanmiz. Xudoyim bunday savodxonlik nelarni
tedbirlerini bitirip sizlerge 50-60 yıllar nasip ettirsin. Salatlar, bayramlar, hemen tebrikime. Çünkü balacanlarımız gelecekte okumuşlu, vallahi bu geçsin her takipetlerini iyi görürler. Yaxşı, akıllı, ata-enasına hizmet kıladılar, özleri ayıplarında ata-enalarını haçga ibaratan kızlar vallahi bol yetiştirdiler. Şu Gülbahar'a da kepte rahmet aytamız, şu ata-enaların namından şu balları şu tarafa getirip Elif beni öğretti, okuşlardı, oyunlardı öğretip şu tedbirde ötkazib bergani uchun katta rahmat aytamiz shu o'qituvchilarga, ustozlarga. Shunday Elif bir bayramlarni ko'pisini o'tkazib shu ustozlarga nasib etgan. Şu Allah'tan ötürüne mahkam ustazlar rahmet aytam. Yengilerine Rahmet, günler konuya geçsin. Assalamualaikum. Ota-onalar, ustozlar, babalarga Elif bayramini so'rab bayramlaydi. Ko'p bayramlarni o'tib sizlarga nasib etsin. Bolalarimiz o'qishli o'g'il qizlar bo'lib yetishsin. Kirib kelayotgan yangi yillarimizni hammani tabriklayman. Ustozlarga rahmat aytaman. Assalomu alaykum ota-onalar, aziz ustozlar. Türkiye'nin menga bayramlarini tabriklayman. Bayramni tayyorlab bolalarimiz shu darajaga yetirgan ustozlarga hamma yaxshi tilaklar qo'shilaman. Bolalarimiz o'qimishli bo'lsin, hammalariga rahmat. Rahmet, mana ishlarimizda faol qatnashgan ota-onalar yordamchisi Umid opa beramiz. Mikrofon yoqapa. Sizlarga katta yordamga ustozlar, sizga hammasiga bahor ustoz, hammasini rahmat aytaman. Shu bayramlarda aktiv qatnashgan hammasini ota-onalarimiz, bolalarimiz rahmat sizlarga. Bayramimiz zo'r bo'lsin. Rahmat ustoz. Rahmet, hammangizga yangi yil bilan tabriklaymiz. Niyatlaringiz o'zingizga yo'ldosh bo'lsin. Hammangizga katta rahmat. Endi sof ezgulik tilagi. Bu ham bizga onadir. Ilmu hikmat kasrida ilk ustoz, birinchi ustozimiz Gulbahor ustozga beramiz. Ustozlar, onalar, mana bugun shu aytganlarimiz bo'layotgan endi nihoyasiga yetdi. Men sizlarni hammangiz shunda ustoz, ota-onalar, hammangiz o'quvchilarimni kirib kelayotgan 26-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'quvchilarni keyingi o'qishlarida omad, bilimli, ilmli, odobli bola bo'lishlarini istayman. Agar bular bilimli, ilmli bo'lsa, olim, olima, shifokor, doktor hammasini nima niyat qilgan bo'lsa, o'quvchilarim shu ota-onalar ham yordam bersa, shularga bular shu niyatini yetib, o'qimishli, bilimli yigit qizlar bo'lib yetishadi. Shuning uchun ota-onalarga yana bir murojaatim sizlarga shu bolalarimizni yaxshi qarashingiz, o'qishlariga e'tibor berishingizni istayman. Agar sizlarda bu bolalar kelajagingiz o'qimishli, bilimdan dona yigit qizlar bo'lsin desa, ko'proq yordam berishlaringizni so'rayman. Hammangizni yana bir bora kelib kelayotgan yangi yillarimiz bilan tabriklayman. Rahmat. Tadbirimiz nihoyasiga yetdi. Endi tadbirimizni yopib berish uchun so'z ustozimiz, rektorimiz Karim Qozozovga beramiz. Aziz ustozlar, ota-onalar bilan uzr so'rayman. Ayni bugun hozir zo'mga to'g'ri keldi bizlarniki. Boshqarma boshlig'imizni zo'mi bo'ldi, hozir yakunlandi. Shu ta'til davrida o'quvchilarning bandligini ta'minlash, ko'cha harakatini rioya qilish, shaxsiy transport vositalarini bolalarga bermasliklari bo'yicha, jinoyatchilik, huquqbuzarliklar bo'yicha, odob axloqi bo'yicha topshiriqlar berildi. Men endi sizlarga taalluqli joylari, masalan, 5-yanvardan ish boshlaymiz. 5-yanvardan maktabda hamma to'garaklar ishlaydi.
mekteplerini şu atapinelerini yakıp soğutmazdan tögereklerini ötüş tapşırıldı. Bemalol eğer sizler şu 5. yanvargacha farzandlaringizni yangi yil tadbirlarini olib borib archalarini qilgan bo'lsangizlar 1 soat 2 soat maktabga ustozning yonidan to'garaklarga, kutubxonaga, tadbirlarga yuborishlaringiz mumkin. 5-dan boshlab turib 12 yanvargacha maktabda to'garaklar o'z ish faoliyatini boshlaydi. Turli xil musobaqalar o'tkazish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Demak, endi hozir biz bu o'quvchilarimizga javob beramiz. 12 yanvar kunida 3-chorak darslarini boshlaydilar. Bilasizlar, boshlang'ich 1-sinflarimiz 1-2 chorakda baho qo'yilmaydi. Demak, endi bular oppoq varaqni boshlayotir desak ham bo'ladi. Endi shu choraklik chiqib boshlaydi 3-chorakdan. İster edim hammangizni farzandlaringiz, nevaralaringiz faqat a'lo baholar qo'yilib, a'lochi o'quvchilar safida bo'lsinlar. Bugungi shu tadbirni Gulbahor opa rahmat sizga, Navbahor rahmat shunday chiroyli tadbir tashkil qilib, ularni uyushtirib bir yerga jajji o'qul qizlarni hali maktab ostonasiga qadam qo'ygan vaqtida turishni, yurishni, o'tirishni, zvonokni farqida bormaydi endi. Bugün yine o'zlaringiz guvohi bo'lgansizlardir, men ham so'rab qo'yib qolaman. Mana shu bayramni tashkil qilganliklaringiz bilan bundan keyingi ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Hammangizga mana shu bolalaringizni ilk bayrami muborak bo'lsin. Yangi yil hammangiz oilangizga baxt, omad, quvonch, baraka olib kelsin. Xayrli yil bo'lib kelsin hammamiz uchun. Muvaffaqiyatli yil bo'lib kelsin iloyim. Sizlarni, bizlarni maktabimizda iloyim natijalarimiz yuqori bo'laversin. Hammangizni yana bir marta tabriklayman. Mana shu tadbirimizni yopiq deb e'lon qilamiz. Tilaklaringizga qo'shilamiz. Bizni mana shu chiroyli sahna ko'rinishlarimizni yaratgan maktabimiz ma'muriyatiga kattadan katta rahmat aytamiz. Kelganlaringiz uchun katta rahmat o'rningizga.